Assalomu alaykum. Xayrli kun. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Kayfiyatinglar yaxshimi? Amallab xullas uydan chiqib oldim. Amallab. Bugun boshqacha, chiroyli и важный kun. Siz uchun, men uchun. Shuning uchun kayfiyatim zo'r. Sizlar bilan ham bemalol gaplasha olmayapmiz. Kecha maksimal darajada storylar qo'ydim. Nima gaplasha olmayotganimni menimcha ko'pchilik tushunib ko'rdinglarmi? Ertalab 4gacha syomka dedim chunki. Mana shunaqa bo'lib qolyapti. Kunduzi boshqa syomkalar, boshqa ishlar, kechki payt boshqa syomkamiz bo'lib qolyapti. O'shaning uchun ora-orada vaziyat bo'lganda story qo'yaman. Вот mana bugun o'zi ham shunaqa uxlaman. 4da kelib olib 11da turdimmi bilmayman. Ishoninglar, soat 4gacha bolam kutib meni uxlamagan de Muhammad Habib.